Muhabbat nimaligini bilasizmi? Muhabbat bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin azon aytishni to'xtatgan Biloldir. Muhabbat bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin Madinada yasholmay uni tark etgan Biloldir. Muhabbat bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabrlarini uzoq vaqt ziyorat qilmagani uchun tushida payg'ambar alayhissalomni ko'rgan va bu qanday jafo bo'ldi ey Bilol degan so'zlarni eshitib uyg'ongach yig'lab payg'ambar ziyoratlariga jo'nagan Biloldir. Muhabbat bu tunda Madinaga kelib Hasan va Husan radhiyallohu anhumolarni izlab topib ulardan bomdod azoniga izn so'ragan Biloldir. O'shanda azonni eshitgan Madina yig'idan larzaga kelgandi. Madina mana shunday hayajonli onlarga hech qachon guvoh bo'lmadi. Muhabbat bu o'lim to'shagida yotganda ertaga sevganim muhabbat va ashobiga yetishaman degan Biloldir. Muhabbat bu ushbu satrlarni tinglayotganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Biloldek sevib, uningdek to'lg'onib, ko'zlari jiqqa yoshga to'lgan sizdir.